Hop, assalomu alaykum. Yana bir bor. Bugungi mavzuyimiz Sirius. Nexia 1.6 ga turgan Sirius D42 degan kompyuter. Masala shundan iboratki, bu kompyuterda ustiga duh rejimli pрошивка urilgan bo'lgan JMTrustga. Uni ustidan boshqa programma urishgan. Kompyuter aloqaga chiqadi, lekin hech narsa yozmaydi. Biz uni identifikatsiya qilib ko'ramiz birinchi. Tak, Sirius. Identifikatsiya. Ko'rdinglarmi? Kamgina ma'lumot chiqaryapti. Noz turlashimiz kerak. Xullas, buning uchun bizga mana kombinatorimiz, universalli kabelimiz, mana bu yoqda ulanish sxemasi. Uni hozir alohida rasmga olib qo'yamiz. Videoning tagida turadi. Shu ulanish sxemasi. Mana ulangan. Tak, buni kompyuterda ochishda ikki xil yo'li bor. Birinchisi o'sha mashinani o'zida obidda turgan variantiga, ikkinchisi yechib olib mana stol ustida basel rejimda qilinadigan varianti. Endi hozir men sizlarga ko'rsatadigan usulim o'zi asl obidda turadigan variantida. Endi shunchaki bizda mashina yo'q edi, kompyuter o'zini ko'tarib kelishgani uchun buni shogirdlarim orqasini shunchaki ochishgan. Hech qanaqa orqasida qilinadigan ishimiz yo'q. Kompyuter turibdi. Tasavvur qilinglar, mana shu narsa mashinaga ulangan turibdi. Men sizlarga shu varianti, ya'ni o'sha obidda mashina o'zida turgan joyda uyg'otishni ko'rsataman. Buning uchun biz Sirius degan modulni ochib olamiz. Bizga bitta JMTrust o'zini programmasi kerak bo'ladi. Mana masalan JMTrust programmasi ochib oldik. Shunchaki shuni zaps qilamiz. Zaps. Faqat kalibrovka qilib zaps qilamiz. Zapsat tolka kalibrovka degan joyga dani bosamiz. Mana. Ko'ryapsizlar, mana programma ketyapti. Faqat kalibrovkani o'zi ketadi, boshqa narsa ketmaydi. Ketdi. Hozir bu programma protsessimiz 100% ga bo'lgandan keyin ошибка beradi. Ошибка beradi. Bu degani kompyuter uxlab qoldi degani emas. Shunchaki kompyuterda bizga aloqa chiqarib oldik, xolos. Videomiz hajmi kattalashib ketyapti, shunchaki bundan uzr so'raymiz. Hozir mana ko'rdinglarmi? Ошибка контроля данных yozdi. Okey qilamiz. Keyingi etapimizda biz kombinatordan chiqib ketib, boshqatda yana qaytib kiramiz. Ana endi bizga o'sha Sirius degan modulga kiramiz. Fayl открыть qilib, zavodskiy full programma kerak bo'ladi bizga. Zavodskiy full programmamiz. Full mana masalan 1 KU. Zavodda ochamiz. Full programmamizning hajmi 512 kilobayt bo'ladi. Ochib oldik. Ana endi bu kompyuterda biz yozishdan oldin bittagina pitani o'chiramiz. 1, 2, 3, 4, 5 yetarli. Qo'shamiz qaytadan. Qo'shdik. Ana endi zaps. Xatolik yo'qmi, yozaymi deyapti. Da. Ana endi bu yerda zapsat tolka kalibrovka degan joy chiqadi. Buni biz net deb aytamiz. Chunki biz full yozishimizga to'g'ri keladi. Mana programma boshlash jarayonida hozir yozish boshlaydi. Stirat programma bo'ldi. Programmalar boshladi. Ko'rishingiz mumkin, mana boshlandi. Hurmatli o'rganuvchilar, mana videomizda sal hajmi kichikroq bo'lishi uchun pauzani bosib turib, mana kelgan joydan davom etyapmiz. Mana qaranglar, 90% bo'ldi. Programmamizni ikkita etapda yozadi. Birinchi programmasini, keyin kalibrovkasini yozadi. 100% bo'ldi, mana programmalar kalibrovka bo'ldi. Kalibrovka ketyapti. Operatsiya успешно bo'ldi.
Endi biz ham bir marta identifikatsiya qilib ko'ramiz. Mana. Ko'rdinglarmi? Pasportning danalari to'liq chiqdi. Ha, shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tib ketay hammaga. Doim programmani yozayotganda iloji boricha Compiler versiyalarini pastroq versiyada yozishda odat qilinglar. Skorsini men shunchaki ko'tarib qo'ydim, ishimiz sal tezroq ko'rinishi uchun, narsa olish uchun. Buni har doim sredniga qo'yib, yozish tezligini sredniga qo'yib yozgan ma'qulroq. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.